Agar sen internetdagi qaysidir steroidli yulduzli programmasini qilib yurgan bo'lsang, seni o'sishing tug'ilmasdan turib o'zi o'lib bo'lgan. Bu ozg'in bolalar uchun videoning ikkinchi qismi. Sen farmada o'tirgan odamning sxemasini bajarib, yana nima uchun meni mushaklarim o'smayapti deb hayron qolasan. Zalga kelasanda biceps uchun 20 podxod bajarasan yoki tritsepsni har bitta boshiga alohida ishlov berasan. Nima uchun? Chunki sen ko'rganingda rasmga tushib oladigan bloger shunaqa qiladi. Bitta narsani tushun. U allaqachon mushak massasini qurib bo'lgan. Hozir shunchaki unga ishlov beryapti. Sen bo'lsang hali yo'q narsaga ishlov berishga harakat qilyapsan. Natural atlet uchun professional splitlarda trenirovka qilish mushakni o'stirishga emas, ularni parchalashga olib keladi. Tana doimiy kuchli stressni tagida qolgandan keyin bunaqangi nagruzkani qo'shimcha yordamlarsiz qayta tiklashga ulgurmaydi. Natijada tarozida raqamlar oshishi mumkin, lekin bu raqamlar mushak emas, ko'p holatda suv, yog' va bo'q bo'ladi. Endi yechimni eshit. Izolyatsiyani yig'ishtir. Boshidagi 1-2 yil ichida san uchun sxema full body yoki tepa past bo'lishi shart. Mushaklaringni haftada bir marta shunchaki pump qilish kerak emas. Ularga 48-72 soat ichida kuchli stimul berib turish kerak. Faqat og'ir va bazaviy mashqlar seni odam qiladi. Sen qiynalib velosiped ixtiro qilmasliging uchun tayyor 3 va 4 kunlik programmalarni tuzib qo'yganman. Ularni bepul deb yozilgan aktualnidan topasan.